hasad insonni ichidagi hamma yaxshiliklarni, savoblarni, hasanotlarni barchasini kuydirib yuborar ekan. Demak, hasadchi o'ziga zarar keltirar ekanda. Bir insonni moli dunyosi ko'p-u unga hasad qildingiz, uni moli dunyosi kamayib qolmaydi sizni hasadingiz bilan. Bir insonda Alloh obro'sini, martabasini baland qilib qo'ydi, jamiyatda aziz qilib qo'ydi. Siz unga hasad qilganingiz bilan bu pasayib qolmaydi. Yaxshisi Alloh taolodan o'zimizga munosib ne'matlarni ko'paytirishlikni so'rab, boshqasiga hasad qilmasdan, balki o'sha insonni haqqiga duo qilmoqligimiz yaxshiroq bo'lardi. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki: "La yazalu an-nasu bi khayrin ma lam yatahasadu" dedilar. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadis. Modomiki hasad qilishmasa, odamlar yaxshilikda bardavom bo'ladilar. Demak, agar hasad qilmasak, yaxshilikda bardavom bo'lamiz ekan. Yaxshiliklarimizni bardavom bo'lishligi uchun qalbimizdan hasadni chiqarib yuborishligimiz kerak ekan sizlar.